Xitoydagi eng yuqori darajalik Uyg'ur kadrdan biri bo'lgan Xitoy Energiya idorasining boshlig'i Nurbakri muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilindi. Xitoy Oliy xalq sud mahkamasining ommaviy taratquv videoda e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, Shinyang shaharlik o'rta xalq sud mahkamasida ochilgan sudda Nurbakri 1998-yildan 2018-yilgacha bo'lgan oraliqda o'xshash bo'lmagan vazifalarni o'tagan va xizmat qulayligidan foydalanib shirkat va shaxslardan bo'lib jami 79 million yuan pora yegan deb ayblangan. Nurbakri 2008-yildan 2014-yilgacha Sharq Turkistonda hukumat raisi bo'lgan. 2014-yili dekabrdan 2018-yili sentyabrgacha Xitoy Energiya idorasining boshlig'i bo'lgan. Nurbakriga berilgan jazoda uning siyosiy huquqidan umrvoyat mahrum qilinganligi, mol-mulkining musodir qilinganligi aytilgan. Nurbakri Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosatlarini aktiv qo'llaganligi sababli xalqning g'azabiga uchirgan edi. Xitoyning Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlari dunyo miqyosida tanqidga uchirmoqda. Sharq Turkistonda 7-balasiga homila bo'lgandan keyin Xitoy zulmi va balasining bexatarligidan ansirab Turkiyaga kelgan Qalbinur Tursun 5 balasi va yo'ldoshidan ayrilib qoldi. Bir necha yildan buyon xabar olinmagan balalardan birini Xitoy do'yinida tarqatgan tashviqot filmidan ko'rdi. Qalbinur Tursun va yo'ldoshi Abdukim Ro'zi 6-balasining xotirjam dunyoga ko'zi ichish uchun 2016-yili Xitoydan olgan pasport bilan Turkiyaga kelgan. Xitoydan o'ngishli chiqargan Abdukim Ro'zi tuqqanlarga omonat qilib qo'yib qo'ygan 5 balasini Turkiyaga olib kelish uchun yurtiga qaytgan. 5 balasining pasport va bilet ishlarini qisqa vaqtda hal qilgan Abdukim Ro'zi Turkiya safarda Xitoy soqchilari tarafidan tutib ketildi. Yiroq Sharqning pul muomala markazi bo'lgan Hong Kongning Qamchodida iyuldan buyon davomlashayotgan namoyishlar sababli 15 yildan buyon tunji qitim qizil raqam ko'rildi. Xitoydagi bir alohida avtonom rayon bo'lgan Hong Kongning moliya ministri Paul Chan 1 yildan buyongi savdo hajmining tuvanlishi, parcha setishning ozayishi qatorliq sabablar tufayli boj kirimining ozlig'anligini bildirdi. U rayon iqtisodining 1.3% atrofida tushish ko'rilganligini aytdi. Yana bir tarafdan krizis muhitidan qochish uchun Hong Kongga kirib chiqadigan Xitoy fuqarolarining sonining 46% ozlab ketganligi, shuning bilan birga bag'ansiri ko'p Hong Kongliklarning Tayvanda turish ruxsati olish uchun iltimos qilayotganligi o'ttirg'i chiqdi. Angliyadagi texnik shirkati Comparitech'ning analiz qilishicha, dunyoda kishi beshiga to'g'ri keladigan ko'z tish kamerasi soni eng ko'p bo'lgan shahar Xitoyning g'arbiy janubidagi taxminan 15 million nufusi bor bo'lgan Chongqing shahridir. Chongqingda 2 million 580 ming ko'z tish kamerasi bor bo'lib, har 6 odamga birdan to'g'ri keladi. Bu shirkatning 120 shaharga qarata elib borgan tizimligiga asoslanganda, o'xshash nufusi bor bo'lgan Istanbulda 107 ming kamera bor bo'lib, 25 o'ringa tizilgan Istanbulda har 1000 kishiga 7 kamera to'g'ri keladi. Rossiya Wikipedia'ning o'rniga dastish uchun davlat ensiklopediyasini internetga chiqarishga tayyorlanmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Wikipedia'ning ishonchli emasligi va o'rniga boshqa bir narsa qo'yish kerakligini aytgandan keyin boshlangan xizmatda tezlashtirildi. Hukumatning bayonotida bu xizmatning xalqni ilmiy jihatdan tasdiqlangan manbalardan davomli yangilanib turgan bilimga erishishga kafolat qiladiganligi ta'kidlandi. Putin o'tgan oyda Wikipedia'ning o'rniga Sovet ittifoqi davridagi cho'ng ensiklopediyaning davomi bo'lgan Buyuk Rus ensiklopediyasining elektronlik nashrini qo'llanishni tashabbus qilgan.